Yuqorqi ishimizning davomi. Bugungi isloh 2022 yil 6 oyning 10 kuni vatandoshim. Shundaq. Bu qarornoma Yevropa İttifaqı bilan Jungo o'rtasidagi siyosiy ishonchga buzg'unchilik olib kelib, ikki tarafning aloqa munosabatlarini xarasqa duchor qildi deb qaraldi. 6 ayının 8 günü Avrupa İttifaqı parlamenti münazarasida parlamentning Shvetsiyalik a'zosi David Ligo mundaq ko'rsatdi. Şinjan saqchilar o'jitdi Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatining chekidan oshgan jinoyat sodir qilganligini yana bir qator dalillab berdi. Hozir men sizlarga Yevropa İttifaqı parlamentinin biz to'plagan dalillar to'g'risidagi siyosat inkostini tushuntirib o'tay. Yevropa İttifaqı parlamenti ati ma'qullaydigan qarornomada Jungo hukumatining dal hozir sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni va Şinjanda, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda sodir qilayotgan irq yo'qotish jinoyatlarining eg'ir va xatarli ekanligini tunji qatam e'tirof qildi. David Ligo mundaq ta'kidladi. Irq yo'qotish qasddan qilinadigan harakatdir. Butun millatni yoki millatning bir qismini, millatning asli vaslini, irqiy va diniy e'tiqod guruhlarini yo'qotishni maqsad qiladi. Irq yo'qotish insoniyatga ziyonkashlik qiladi. Tan jazosi berish, majburiy bola tushirish, siyosiy ideya singdirish va zo'r ko'lamda surgun qilishlarni o'z ichiga oladi. Yevropa İttifaqı parlamentining Fransiyalik a'zosi Rappel Kloksman mundaq hisobladi. Hozir biz sadoqat turadigan vaqt yetib keldi. Jinoyat sodir qilishga sukut qilishni tugatadigan vaqt yetib keldi. Va eng oxiri bu jinoyatga ism qo'ydik. Xuddi bu qarornomada ko'rsatilgandek qulluq tuzum, insoniyatga qarshi jinoyat, irq yo'qotish eg'ir jinoyatdir va xatarlikdir. Shunlashqa jinoyatlarni va muhim jinoyatlarni embargo qilish, shunlashqa jinoyatchilarni va muhim jinoyatlarni embargo qilish, bizning bozorimizdan qul qilingan xalqlar ishlab chiqargan mahsulotlarni qo'g'lab chiqarish orqali harakat qo'llanadiganligimizni bildiramiz. Tarix bizga qarab turibdi. Tarix bizga baho beradi. Biz vakillik qilgan prinsipni hargiz yerda qo'ymaymiz. Yevropa İttifaqı İcraiya Komitetining Sodiy İcraiya Komiteti raisi Valdis Dombrovskis mundaq tushuntirdi. Şinjanda mustamlika Uyg'uristonda kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlarining nihoyat eg'ir ekanligini ko'pchilik bilsin. Lekin Şinjan soqchi hujjatlari biz anglagan ko'rgan dalillar isbotlarning sadosini texmo kuchaytdi. Oshkorlangan so'z nutqlar, video filmlar, hujjatlar, elektronlik jadvallar, Jungo hukumati qo'llangan vahshiyona vositalar, harakatlar yangi jip shu bilan ta'minladi. Uyg'urlarning madaniyat va diniy e'tiqod erkinligiga eg'ir darajada tajovuz qilib, Jungo hukumatining zo'ravonlik qarshi bahona qilib, zo'r ko'lamda oq bilan qorini ayirmay bostirish elib borganligini gavdalantirdi. Kloksman yana mundaq ko'rsatdi. Bu Şinjan soqchi hujjatlarining e'lon qilinishi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti valisi Michel Bacheletning Jungoga ziyoratga borgan kuniga to'g'ri keldi. Biz intayin afsuslanadigan bir ish shu bo'ldiki, Jungo doiralari Michel Bacheletni
cheklimiga uchramaydigan erken ziyorat qilish puristi bilan ta'minlash davomini anglaysizlar.